Mana bu Parizat Meliki'nin avazı emasmi? Qaraganda kelay deb qolgan o'xshaydi. Parizat Meliki ketdi. Qaranglar. Yo'q, eğez. Yo'q, eğez. Yo'q. Aşk gülligi tarat qilma. Onda qilma. Bu Firotning gulligi. U xapib qoldi. Umaq. Hamma ishlar shunchalik qiziqarliq, ha? Men bu guruhning boshlig'i Saylis Ramiz bo'tdim. Sizda telefon yo'qmi, ha? Xayr, xo'sh. Ramiz bot efendim. Ramiz bo'tdim. Bot deb anglayaptiman. Lisanı tuttu. Halayıqlar giro lisanı tuttu. Endi lisan deroga o'xshab qoladigan bo'ldi. Shundoq. Men boriman. Luka. Kakao. Papadam? U bekli qara. Rahimsiz. Hem xatarlik bo'lib, odam o'ldirsa ko'zim mitmi qilib qo'ymaydi. U qurol ishlatmay, bulanchilik qilish bilan dog' chiqargan. Afsus, u bekli yosh ketib qoldi. Onun ölümü intayin hayvetlik. O köklikiga 100 kilogram patlatqıç denip, akulağı mingep bitti. Yanaqdağının içine sakrab ketken. İntayin şarap ölgen. Beşikmi? Oh, nima? Közeyniginiz bekmi olaydı iken. Men Antonio. Men Margi. Men peçini setip aqılıp barattım. Birle baramsiz. Albatta bo'ladi. Men Margi. Seyşembe günü balalarga Heqsiz. Onu qutuldurup chiqaman. Jo'nala, Lucy'ni qutuldirib olib boramiz.